Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizni 36-darsi 1-bo'limiga keldik. Bu 36-darsda 4 ta bo'lim bor: o'zgartirish, qo'shilish, maxfiy o'qish, bildirib o'qish. Hozir 1-bo'limdagisi mana o'zgartirish qoidasi. O'zgartirish qoidasi nima degani? Arab tilida so'zda yoki gapda shu so'zning ichida yoki so'zning oxirida sukunlik nun yoki so'zning oxiridagi tanvinning nunidan keyin mana ba harfi kelsa, shu nun yoki tanvinning nuni mim harfiga aylantirib, ya'ni o'zgartirib o'qiladi. Bu holatni o'zbek tilida ham uchratish mumkin. Masalan, shanba, jumadan keyin shanba keladi. Shanbani biz shanba deymizda, ya'ni mana nun desak, nundan keyin mana ba harfi kelyapti. Shu nunni mim harfiga almashtirib o'qiymiz. Ya'ni shanbani shanba deymiz. Manbani manba deymiz. Manfaatni manfaat deymiz. Mana shu misollarda yana ham yaxshi tushunamiz bunda, chunki o'zbek tilimizda ham shu shanbani shanba deb turib og'zaki aytganda shunday aytiladi. Lekin yozilganda shanba deb turib yoziladi. Xuddi shunday mana arab tilida ham kitabun, mana tanvin bor, oxiri sukunlik nuni, tanvinning oxiri sukunlik nun. Shu kitabun ba harfiga yo'liqqanda shu sukunlik nunni, tanvinning sukunlik nunini mim harfiga almashtirib o'qiymiz. Kitabum basitoh. Ya'ni shuni mim harfiga almashtirdik. Bu holatda ham shunday, mana tanvinning nuni, sukunlik nuni ba harfiga yo'liqyapti. Shu faqat ba harfiga yo'liqqanda mana shu o'zgartirish holati bo'ladi. Ta'amun barik, sakanun ba'id. Mana mim harfiga almashtirilyapti. Jundum batol, qonunun basita. Mana qonunum deb mimga almashtirilyapti. In sukunlik nun, faqat tanvinniki emas, sukunlik nunni o'zi bo'lganda ham mana ba harfiga yo'liqqanda xuddi shunday holat. Yo sukunlik nun yoki tanvinning nuni. In baqiya deb yozilgani, biz shuni mimga almashtirib im baqiya deb turib o'qiymiz. Anbar ni ambar deb o'qiymiz. Munbasit yozilgani, shuni munbasitoh deb o'qiymiz. Inbi'asni imbi'as deb o'qiymiz. Munbahirni munbahir deb o'qiymiz. Munba'ijni munba'ij. Imbihar imbisata, imbilaj, imbathaqa, yambathiqu, imbajasa, yambajisu. Mimga almashtiryapmiz. Mana sukunni, sukunlik nunni mim harfiga almashtiryapmiz. Imbila'a, yambali'u, imbasama. Mana shu qoida oson. Ya'ni sukunlik nun yoki tanvinning nunini ba harfiga yo'liqsa agar, o'sha sukunlik nunni yoki tanvinning nunini mim harfiga almashtirib o'qiymiz. Xo'p, husni xatida ham xuddi shu narsalar. Demak, bunga qarab turib bu qatorni ustidan yozamizda, 3-qatorni mustaqil yozamiz. Bu 1-qator, o'zimiz qaraymizda, bu qatorni ustidan yozamizda, 3-qatorni
mustaqil o'zimiz yozamiz. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi. Buni mustaqil o'zimiz yozib qo'yamiz. Daftarga yozilayotgan bo'lsa agar hamma qatorlarni yozib chiqsak agar yaxshi o'zlashtirishimizga, esimizda qolishiga, tezroq o'qishimizga, harflarni tanishimizga foyda bo'ladi. Shu bilan o'zgartirish qoidasi shu 36-dars 1-bo'limi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.